Shular hammasini tekinga qila olamizmi? Eldor aka, ko'pchilik tishida nima muammo borligini bilmaydi. Stomatologga faqat shu tishi og'rigandagina kelish odat bo'lib qolgan. O'zimda ham shunaqa bo'ldi. Kelganimda tishim shu og'riyotgan tishdan tashqari juda ko'plab muammo borligi yuzaga chiqdi. Endi men aytmoqchi bo'lganim, bitta odamga qimmat xizmatni tekinga emas-da, qanaqadir ko'proq odamlar manfaat ko'radigan, qiymat beradigan narsa qilsak deyotgandim. Bo'ldi, qilamiz. Bu narsa meni o'zimning ham rejalarimda bor edi. Ertaga men Yevropaga uchib ketaman. Kelganimdan keyin har bitta bemor uchun qiymatli bo'lgan davo rejasini taklif qilamiz. Buni ichiga kiradi fotoprotokol, rentgen diagnostika asosida qilingan davo rejasi. Shular hammasini tekinga qila olamizmi? Men oddiy konsultatsiyani nazarda tutgandim. Har bir bemorga optimal davo rejasi beramiz deysiz. U keyin shu yerda davolanishlik kerakmi yo qanaqa? Yo'q, bizda davolanishi muhim emas. Biz uchun eng muhimi har bitta bemor to'g'ri yo'nalish olishi. Gap yo'q. Xo'p, shartlari qanaqa bo'ladi, aka? Sharti ma'lum bir vaqt oralig'ida ma'lum bir insonlar uchun amal qiladi. Ha, demak, chegaralangan vaqtda chegaralangan bemorlar uchun. Xuddi shunaqa. Qanaqa aniqlaymiz va qachondan? Yevropaga borib kelganimdan keyin istoriyalarda buni e'lon qilib boramiz. Har kuni 2 ta 3 ta odamdan amalga oshiramiz. Ha, demak, qabul qilish vaqtingizni, kuningizni istoriyada aytib borasiz. Ha, shunday. Bo'l, unaqada Eldor akaga hozir obuna bo'lib, istoriyalarini kuzatib tursak, xudo xolasa, bir oyda nechta odam taxminan? 30 tacha odam. 30 ta odamni bepul yuqorida aytib o'tilgandek fotoprotokol, diagnostika, rentgen diagnostikalarini bepulga o'sha 1,5 soatlik adashmasam jarayon, o'shani sizlar bepulga qo'lga kirishingiz mumkin. Hech qanaqa shart yo'q. Obuna bo'lib kuzatib tursanglar bo'ldi. Eldor aka, lekin hamma narsa noodatiy ketyapti.